Lionel Messi uchun jahon chempionati shu darajada oson kechmoqdaki, u xuddi bekor qolib ketgandek Spider-Manning yangi treylerida suratga tushib yuribdi. O'zi Leo bu ishga nima uchun qo'l urdi va unga bundan qancha daromad keladi? Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Hozir buni tushuntiraman. Kafega kim kirib keldi? Messi. Buning sababi esa juda oddiy. Uning farzandlari. Hammasi Messi Inter Miami safida gol urgach, Spider-Man uslubida golni nishonlaganidan boshlangan. Undan nega doim super qahramonlarcha nishonlaysiz deb so'rashgan. Messi esa 3 nafar farzandim ta'tilda edi. Maktab hali boshlanmagandi. Har oqshom super qahramonlar haqidagi filmlarni birga tomosha qilardik. Bolalarim menga har safar gol ursang super qahramonlarcha nishonla deb aytishardi degan. Messi esa bunga rozi bo'lib Inter Miamining o'sha mavsumda barcha uy uchrashuvlarida kiritgan gollarini super qahramonlarcha nishonlashni boshlagan. Bilasizmi, bularning barchasi uning farzandlari xursand bo'lishi uchun edi. Endi esa u Spider-Manning rasmiy treylerida ham ishtirok etmoqda. Go'yo u hayotidagi barcha orzularini birma-bir amalga oshirayotgandek, ammo maydonda u allaqachon haqiqiy super qahramon. Jahon chempionatida hozirgacha 6 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Eng qizig'i, treylerdagi mana shu roli uchun Lionel Messiga Marvel kompaniyasi 15 million yevroni shunchaki sanab qo'ydi. Futbolga va mundialga oid eng zo'r kontentlardan qolib ketishni istamasangiz, hoziroq obuna bo'lib qo'ying.